qarshi ko'rsatma bo'lmasa, tabiiy tug'ruq baribir yaxshiroq kesir kesishdan ko'ra. Endi masalan, tabiiy tug'ruq qanaqa afzallik taraflari bor? Birinchi o'rinda tug'ruq tugashi bilan sразу og'riqlar yo'qoladi. Organizm tezroq tiklanadi. Kesirvadan keyin ayollar masalan 1,5-2 oy davomida o'zini tiklashiga, choqlar bitishiga bari vaqt ketadigan bo'lsa, tug'ruqdan keyin sразу tiklanadi. Keyin asoratlar kam bo'ladi. Chaqaloq albatta onani ko'kragiga sразу qo'yiladi chaqaloq. Srazу kontakt hosil bo'ladi. 5-dan demak bola tug'ilayotgan vaqtida dardlar natijasida organizmda har xil stress gormonlari, adrenalin, noradrenalin, kortizol kabi gormonlar chiqishi hisobiga bola tug'ruq yo'lidan o'tayotganda o'sha gormonlar hisobiga tashqi muhitda bo'lishi mumkin bo'lgan stress omillariga adaptatsiya bo'ladi, moslashadi. Kesirva bilan tug'ilganda bola sразу tug'iladi-ku, tez tug'iladi. O'shaning uchun adaptatsiyasi sal kamroq bo'lishi mumkin. Endi yana bitta nazariya bor. Endi agar tabiiy tug'ruq bilan tug'ilgan bolalarda yo'llardan o'tayotganda ayollarda kerakli floralar bor. Nima deydi, organizmga foydali bo'lgan floralar bor. Shu floralarni demak tug'ruq yo'llaridan o'tayotganida bolaga ozgina o'tadi-da, shuni hisobiga bolada har xil masalan ichaklarda disbakterioz kabi holatlar kuzatilish ehtimoli pastroq bo'ladi. Shuning uchun agarda qarshi ko'rsatma bo'lmasa, tabiiy tug'ruqqa tabiiy tuqqan yaxshi. Endi ba'zi bir holatlar bor, tabiiy tug'ruqda umuman iloji yo'q bo'lgan holatlar bor, ya'ni kesir kesishga absolyut ko'rsatmalar bor. Endi ular bilan shu holatlarda kesir kesish amaliyotini bajarishga to'g'ri keladi. Shunaqa holatlarda endi onani ham, bolani ham sog'lig'ini hisobga olgan holda kesir kesish amaliyotini bajarishga majbur bo'ladigan holatlar mavjud.